Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Texnika Advance Service. Bugungi video obzorimizda 60 tali mini ekskavator. Narxini videoni boshida aytaman, $73.500. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Buy one, even two, buy two. Everybody in the floor, let me show you how we do. Let's go. Tip it low, then you bring it up slow. When it up one time, when it back once. Come. Ekskavatorimizning yuragi hisoblangan dvigatelimiz Yanmar brendidan 5708 ot kuchiga ega. Strelamizning uzunligi 6 metrgacha, qazish chuqurligi 380 ni tashkil qiladi. Olgan yuklarni 390 metr balandligigacha ortib bera oladi. Kovushimizning hajmiga keladigan bo'lsak 0.3 kubani tashkil qiladi. Bu texnikamizda 3 ta dvigatel mavjud bo'lib, asosiy dvigatelimiz Yanmar brendidan, shagayishi hamda rotorli dvigatellarimiz Koreyaning Dosan brendidan. Texnikamizning shinalari Hireit brendidan 12 ga 16,5 razmerdagi shinalar bilan jihozlangan. Do'stlar, mana texnikamizning salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay qilib ishlangan. Bu texnikamizda magnitofon, konditsioner, pechka hamma sharoitlar bor. Bu joystikimiz orqali kabinamizni 360 gradus aylantirasizlar. Bu joystikimiz orqali kovushimizni kontrol qilsanglar bo'ladi. Bu yerda bizda kichkinagina monitorimiz bor. Bu texnikamizning texnik ma'lumotlarini bizga yetkazib turadi. Rullarni ham bemalol o'zingizga qulay qilib joylashtirib olishingiz mumkin. Texnikamizda barcha sharoitlar yaratilgan, shu shofyorimiz maza qilib ishlashi uchun. Texnikamizning narxini videoni boshida aytganimizda, u narx ichiga gidromoltlari bilan birga komplektda texnikamizning video obzorini tugatdik. Keyingi video obzorlarimizda qaysi texnikani ko'rish xohlaysizlar, izohlarda yozinglar. Bu videoni ekskavator haydaydigan do'stingizga обязательно jo'natib qo'yinglar. Hammangizga rahmat.